Qoyillik. Divanni surishib boring. Vaqtim yo'q, o'zing qilaver. Qarashib yuboringmish. Bir kam endi xotinlarga o'xshab, u ishlarni qilishim qoluvdi. Ovqating pishdimi? Tayyor bo'lib qoldi, sizyapman. Bo'la qol, emillama. Qorin juda och qoldi. Bolalar uxladimi? Uxladi dadasi. Mazali bo'pti. Osh bo'lsin. Dadasi, biror joyga dam olgani boraylik. Nimalar deyapsan? Dam olishga qani hozir ortiqcha vaqt, pul, topganimiz o'rnidan ortmayotgan bo'lsa. Ko'p pul ketmaydi-ku dadasi. Ana bolang yig'layapti. Bor, qara. Tur. Dam olgani boraylikmish. Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Alo. Sanjik qalaysan? Zo'rmisan jigar? Qalaysan jigar? Zo'r. Dam olish kuni bolalar bilan toqqa ketyapmiz. Borasanmi? Bu nima deganing? Albatta boraman. So'rashga balo bormi? 500 mingdan yig'yapmiz. Menga desa 1 milliondan yig'maysanmi? Bo'pti jo'ra, xabarlashamiz. Bo'pti. Okey, bo'pti. Bir mazza qiladigan bo'ldik-da. Hayotingdan adashmagin. Dadasi ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Rangi nega oqarib ketgan xotin? Nima bo'ldi? Juda charchayapman shekilli. 3 ta bola, 2 ta qo'y, 10 ta tovuq qarashni o'zi bo'ladimi dadasi? Bir dam olgani olib borsangiz yaxshi bo'lardi dadasi. Obbo, yana boshlading shu gapingni. Boramiz. Hozir pulim yo'q. Qo'limga pul tushsin, xavotir olma. Senga hech narsa qilmaydi. Axir ayol kishining joni mingta deyishadi-ku. Xayr, azizam. Yaxshi boring. Oy. Dadasi. Onasi! Ayolingiz juda toliqqan. Ham jismonan, ham ruhan. Yuragida ham o'zgarish bor. Uni ehtiyotlamasangiz, undan ajralib qolishingiz mumkin. Ayolingizni yaxshi parvarishlashingiz kerak. U bunga juda ham muhtoj. Yo'q-e, shunchalik jiddiymi? Ha, ancha jiddiy. Bilasizmi? Har bir ayolning holatiga boqib, uning eriga baho bersa bo'ladi. Nima? Sizni dunyodagi eng yomon er bo'lsangiz kerak deb o'ylab qoldim. Nima? Mana dorilar. Qay vaqt ichilishligi yozib qo'yilgan. Salomat bo'ling. Imkon boricha tezroq shifoxonaga yotqizing. Xo'p. Ayolingiz yaxshilab davolanishlari kerak. O'g'lim, ayol kishi faqat yemoq, ichmoq, kiyim-kechakka muhtoj bo'lmaydi. Balki u achchiq iztiroblarini o'rnini bosadigan shirin so'zga, mashaqqatlarini esdan chiqarishga ko'mak beradigan mushfiq qalbga, og'ir kunlar tushganda boshini yelkasiga qo'yib suyana oladigan suyanchiqqa ham muhtojdir. Bularni u avvalo o'z eridan kutadi. Tushundim, onajon. Yana unutmaki, har bir ayol o'z eriga Allohning omonatidir. Aslo Allohning omonatiga xiyonat qilma. Xo'p. Eng yomon insongina Allohning omonatiga
xiyonat qiladi. Tushunding-a? Tushundim onajon, tushundim. Ey Robbim, meni kechir. Omonatingga xiyonat qildim. Xotinim ular ahvolga kelibdi-yu, men nokasb payqamabman. Sen ham meni kechir azizam. Hammasiga o'zim aybdorman. O'zim. Endi seni asrab avaylayman. Bor mehrimni beraman. Axir sen Robbimning omonatisan-ku. Ayollar erlariga Allohning omonatidir. Ular mehr muhabbatga, e'tiborga juda muhtoj. Eng yomon erlargina omonatga xiyonat qilishadi.